tuya, qoramol, qo'y echkilar va otdan zakot beriladi. Bularni masalan tafsilotiga kirishadigan bo'lsak, masalan tuyadan qanday qilib zakot beradi desa, bir odamning misol uchun 5 ta tuyasi bo'lsa, bitta qo'y zakotga beriladi. To 9 tagacha davom etadi bu. 10 ta bo'lsa 2 ta qo'y, 14 tagacha mana shu holatda ketadi. Ya'ni o'rtadagi nima afu hisoblanadi. 15 taga yetganda 3 ta qo'y beriladi. 20 taga yetganda 4 ta qo'y, 25 taga yetganda ana endi bitta binti mahoz deydi, ya'ni bitta urg'ochi tuya beriladi. Va buni tafsiloti juda ham uzoq. Biz endi ko'rsatuvimizning vaqti chegaralanganligi uchun bosh-boshini aytishlik bilan kifoyalanamiz. Va endi qoramolni zakoti. Qoramolni zakotida masalan ko'pchilik odamlar so'raydi, uylarida 5-6 ta mollari bor. Misol uchun ularning ichida sog'ib ichadiganlari bor. Shulardan ham zakot beramanmi desa, yo'q, bulardan zakot berilmaydi. Chunki qoramolni zakoti borasida gap ketganda, unga shariat ma'lum bir miqdorni qo'ygan. Ya'ni 30 ta bo'lishligi kerak eng kamida. Va yana shu bilan birgalikda bu 30 ta qoramol yilning aksar qismida, o'sha daladan ozuqalanadigan bo'lishligi kerak. Bundan ma'lum bo'ladiki, demak yilning aksarida ozuqalanmaydi, balki uyda yem berib boqadi. Misol uchun mana hozirgi kunda ko'p odamlarda ommalashgan uyiga misol uchun 10 ta, 20 talab novoz boqishadi, semirtirib sotishadi. Mana u paytda endi bu hayvonlarni adadidan emas, balki bu tijorat uchun semirtirib boqish uchun olinganligi e'tiboridan uni o'sha zakot chiqarayotgan vaqtdagi qiymatini e'tiborga olib zakot berishligi kerak bo'ladi. Xo'p, qo'ylardan zakot chiqarish, qo'ylarda ham xuddi shunaqa. Masalan, bir odamning 10 ta qo'yi bor, 20 ta qo'yi bor, bular zakot bermaydi. To 40 taga yetgungacha. 40 ta qo'yi bor odam, bunda ham shu yuqoridagi shart, ya'ni yilning aksarida o'sha yaylovlarda ozuqalanadigan bo'lishligi kerak. 40 ta qo'yi bo'lsa, shu odam bitta qo'y zakotga chiqaradi. Va bu davom etadi to 120 tagacha, demak, bitta qo'yni zakot qilib beradi. Bu yerda yana bir e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa, umuman o'sha qoramol bo'ladimi, qo'y echki bo'ladimi yoki tuya bo'ladimi? Bir xil odamlarda misol uchun faqatgina o'sha sut emadigan qo'zichoq bo'lishi mumkin. Misol uchun 40 ta qo'zichog'i bo'lsa, bu odam zakot bermaydi. Yoki 30 ta masalan onasini emadigan buzoqchasi bor, misol uchun bir odamning. Bu odam zakot bermaydi. Qachon beriladi? Qachonki o'sha kattalari nisob miqdoriga belgilangan nisobga yetsa, masalan, bir odamni 40 ta qo'yi bor yoki 50 ta yoki 60 ta masalan qo'zichog'i bor. Ana shunda agar o'sha 121 taga yetsa, shu holatda bu odam endi 2 ta qo'y berishligi kerak bo'ladi. Otni zakoti borasida bizni o'sha fiqhiy manbalarimizda, matn kitoblarimizda otdan zakot berishlik aytiladi. Bunda qay tartibda zakot berilishligi ham o'sha turlanadi. Biz endi o'sha odamlarga qulay bo'lishligi uchun shuni aytamizki, masalan, bir odam otini sotsa yoki o'sha qiymatini belgilagan paytda o'sha qiymatni 40 dan birini zakot qilib beradi. Demak, otni zakoti mana shu tarzda beriladi. Endi bu yerda yana bir narsani aytishlik kerak. Bu hayvonlarni misol uchun ma'lum bir nisobga yetmagani bo'lishi ham mumkin. Shu holatda agar o'sha hayvonni boquvchi, hayvonni olgan odam tijorat maqsadida bo'lgan paytda yuqorida aytganimizdek, masalan, qoramolda 30 ta dedik yoki qo'yda 40 ta dedik, mana shu sanoq e'tiborga olinmaydi. Va endi zakot berishlik, chorva mollaridan zakot berishlik borasida ma'lum hayvonlar sanalgan bo'lsa-da, boshqa hayvonlar ham bo'lishi mumkin. Lekin ularni masalan tijorat maqsadida olgan bo'lsa, ulardan ham zakot chiqariladi.